Bolalar qolib o'zinglarni o'ynatyapsizlar. Mana shuni avvaliga bir ko'rsa hammasi er ko'rsatdi. Ana. Qaynonam aytgandek, borganinglarda bolalarimiz o'zinglarni ham o'ynatadigan zo'r joy topib qo'ydim. Video oxirida narxlar va lokatsiyalari bilan bo'lishaman. Sizlarga oldindan eng katta menusini aytib qo'ying. Farzandlaringiz bu o'yingohga kirgizganingizdan keyin kamida 4 soatsiz olib chiqib keta olmaysiz. Zal shunaqangi eslatishni chiroyli qilib yasatishgan. Rasmlarga tushmasdan to'shni keta olmaysiz. Hozirgi zamoni bolalariga juda ham mazali, har xil plashatkalarda maza qilib o'ynashadi. Bizani paytlarda bunaqa plashatkalar umuman bo'lmasdi. Bolalarimni quvonchini ko'rib, ularga sherik bo'lishga albatta urindim. Alda shunaqangi ko'p o'ynaydigan narsalar bor ekan, bolalaringlar qaysini o'ynashni bilmasdan unga bunga yugurib qolishadi. Mani bolalarim juda ham giperaktivni bolalar. Yerga ursang ko'kka sapchiydigan deyisharmidi. Xullas, o'sha ham jim turmay hamma narsada birma-bir o'chib chiqishdi. O'ynayotgandan foydalanib, biz fotosessiyalar, videolar oldik. Bolalarimni maza qilib o'ynayotganini ko'rsam, mana ular bilan qo'shilishib o'ynagim keladi. Ota-onaning farzand bilan birga o'ynashi ularga katta emotsiya beradi. Har kunga qiladigan ishingiz bu hech qachon tugamaydi. Xullas, farzandlaringlarni shunaqa zo'r joyga olib kelmoqchi bo'lsanglar, Toshkent City'dagi Parking Mallda joylashgan. Kun bo'yi maza qilib o'ynashga bitta bolaga 230 mingdan to'lanar. Lokatsiyasi Telegram kanalimda.